Assalomu alaykum Vodilli fermer obunachilari. Hammalar yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Anchadan beri video qilolmadik, ko'risholmadik. Mana xudo xolasa kechki paytda hozirgina video qilamiz. Mana Vodilli fermer obunachilari, birinchi partiya o'rdiklarimiz уже katta bo'lib qoldi. Enalari bilan teng bo'lib qoldi, ko'z tegmasin. Sizlarga bir oy oldin konkurs haqida aytgandim. Konkursda obunachi yig'ilmadi. Uni ikkita qaroqchi o'tibdi. Anatda ochgan o'rdek bor. Bolalarga don bersam, tagidan kirishyapti, ketgan tagidan. Shu stiringlar. Obunachi yig'ilmadi. Shu obunachilarimizga beramiz degan o'rdeklarimiz bor edi. Maytda bor edi, ikkovi ham ochib chiqqan. Obunachi yig'ilmadi. Konkursimiz tugadi. O'xshamadi qandaydir. Xudo xolasa boshqa konkurs qilamiz endi. 1000 ta obunachi bo'lsa, agar bir sutkaning ichida 1000 ta obunachi bo'lsa, mana shularning ichidan bir juft tanlab olib ketaveradi. Bir sutkaning ichida.